Nima uchun bunday qilganimni videoni oxirida aytaman. Badavlat bo'lish uchun tashlangan eng katta qadam nimadan boshlanadi deb Warren Buffettdan so'rashganida, kambag'allik joningga tekkanidan deb javob bergan ekan. Ko'p insonlar hayotidan norozi bo'lib boshqalarni ayblashadi. Pul yetarli emas, ish og'ir, o'qish qiyin, tanish bilish yo'q, do'stlar beparvo. Lekin bir haqiqat bor. Siz o'zgarmaguningizcha hayotingizda hech narsa o'zgarmaydi. Video boshida tuxumni nega sindirganimni endi aytaman. Tasavvur qiling, bu siz. Uni ustidagi posta esa hayotingizdagi muammolar. Agar unga xuddi mendek tashqaridan ta'sir qilib sindirilsa, hayot tugaydi. Lekin bu ta'sir ichkaridan bo'lsa, hayot boshlanadi. Ya'ni polapon dunyoga keladi. Sizni tashqaridan kimdir hayotingizni o'zgartirishini kutmang. Ichingizdagi uxlab yotgan qahramonni uyg'oting. Sizga ishonaman.